Bolam ovqat juda ham shirin chiqqan, yeb ol o'g'lim. Yo'q, ovqatimni yemadim. Ovqatingni yesang birgalikda parkka borardik bolam. Ko'pgina ota-onalar yuqoridagi moddiy rag'batlar usulini farzandlariga biror bir ishni qildirish uchun qo'llashadi. Ya'ni uyga vazifa qilsa yoki yaxshi baho olsa, sovg'a berishlarini aytishadi. O'g'lim, darslaringni qilsang, pulli mashina berardim. Bu rostdan ishlaydigan usul, lekin qisqa muddatga. Bola doim sovg'a olishga o'rganib qoladi. Agar sovg'a berilmasa, u vazifalarni bajargisi kelmaydi. Yaxshi o'qishga ham harakat qilmaydi. Qo'yi darsimni qilib olib, ko'chaga chiqsam bo'ladimi? Yo'q, chiqmaysan. Qilmayman unda darsni. Ya'ni siz boshliq, farzandingiz xodim. Sovg'a esa oylik maosh bo'lgan uchburchak munosabat shakllanib qoladi. Buni nimasi yomon-da? deb o'ylaydigan ota-onalar bo'lishi mumkin. Bu usulning eng xavotirli tomoni, bola tez natijalar kelishiga o'rganib qoladi. Muntazamlik bo'lmaydi. Moddiy rag'batni butunlay yo'q qilish kerak emas, ammo u asosiy sabab emas, faqat kamdan kam bonus bo'lishi kerak. Bola biror ishni o'zi anglagan holda qilishni o'rganishi lozim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.